Bugun 30-aprel kuni bo'lib o'tgan Senat yalpi majlisida O'zbekistonda elektron sigaretlarni butunlay taqiqlash ko'zda tutilgan qonun ma'qullandi. O'zi umuman inson o'z salomatligi uchun ziyon bo'lgan barcha narsani avvalo o'zi uchun taqiqlashi lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, elektron sigaretlardan foydalanuvchi yoshlar bugungi kunda kattalarga nisbatan 5 barobarga ko'p. Ushbu zamonaviy deya talqin qilinuvchi elektron sigaretlarning organizm uchun eng katta xavfi yurak xastaliklariga olib kelishidir. Yangi qonun bilan Jinoyat kodeksiga va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muomalasi taqiqlangan tamaki mahsulotlarini, nikotin yetkazib berishning elektron tizimlarini, shu jumladan elektron sigaretlarni va ular uchun suyuqliklarni ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki o'tkazish, shuningdek olib kirish va olib chiqish uchun javobgarlik belgilanishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Senat matbuot xizmatining bildirishicha, ushbu qonun nafaqat aybdor shaxslarni jazolashga qaratilgan, balki sodir etgan noqonuniy harakatlar to'g'risida o'z ixtiyori bilan hokimiyat organlariga arz qilgan va muomalasi taqiqlangan mahsulotlarni topshirgan shaxslarni javobgarlikdan ozod qilish ham nazarda tutilgan.